inson halol kasb qilishi ham taqvo. Taqvoni juda ham ko'p qismini tashkil qiladi mana shu. Halol kasb qilish. Chunki halol kasb qilgan odam halol luqma yeydi. Halol kasb qilgan odam halol kiyim kiyadi. Halol kasb qilgan odam halol ulov minadi. Haloldan mol dunyo topsa, hamma narsasi halol bo'ladi. Demak, taqvodor bo'lmoq uchun halol kasb tanlash kerak. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ruhul amin", ya'ni Jabroil meni qalbimga shuni soldiki, biror bir inson rizqini to'liq olmagunicha, ajalini to'liq olmagunicha hargiz vafot etmaydi. Bas shunday ekan, rizq talab qilishda Allohdan taqvo qilinglar dedilar. Demak, insonning rizqi belgilangan, ajal muddati ham belgilangan. Shuni to'liq olmaganicha vafot etmaydi. Rizqi ham, umri ham. Shunday ekan, halol rizq yo'lini tanlanglar deb ishora qilyaptilar payg'ambar alayhisolatu vassalom. Demak, halol rizq insonning taqvosining sarmoyasi hisoblanadi, boshi hisoblanadi.